What the? Bu yerda nima bo'lyapti tushunmadim. Qanaqadir nimadir ko'rsatuvmi, nimadir bo'lyapti. To'xtanglar o'zim. O'timda olib boraymi mayli. Bu yerda stop. Mr. Beastmi? Nahotki bizni qishlog'imizda Mr. Beast kelgan bo'lsa. Yo bas kechirasiz. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar qayoqdan keldinglar? Hello bro, hello. This is my Master Best. Yeah, Master Best. Bular inglizcha gapirar ekan-ku. Men ingliz tilini bilmayman, brother. Yaxshi, biz unda o'zbek tilida gapiramiz. Siz o'zbek tilini bilasizmi? Bilaman. Как раз o'zi menga bitta senga o'xshagan yigitcha kerak edi. Nimaga tushunmadim. Menga hozir bitta bino kerak, ya'ni yashashim uchun uy kerak. Birikdan bilmadim, ata bitta bo'lsa yasab bera olaman. Yaxshi. Hozir shu yaqin atrofdan biror joydan yasay qo'ya qol. Keyin sen bilan bitta joyga borib kelamiz. Qayoqqa? Daryo bo'yiga dam olishga boramiz ikkalamiz. Men dam olishga kelganman o'zi. Bo'ldi, bratan, gap вообще gap yo'q. Tushundim. Men sizni gaproq tushundim. Nima deyapman, tilim aylanmay qolyapti. Gap yo'q tushundim demoqchi edim. Bo'ldi, всё, normali hozir janobni aytganini qilaman. Mana otni mana qilib baylab qo'yadi, chiroyli qilib bo'ldi. Qochib ketsa, menga qara. Вообще minaman, qattiq minaman, lekin qarab tur. Hozir qiladigan ishim uy qurish, ya'ni Mr. Beast janoblariga uy qurishim kerak. Menda birinchi poluzdagi ishlar bor. Poluzdagi ishlarni tars qilib tashlayman. Hozir 16 sekundda videoni tezlab o'tkazib olaman. Sizlarni boshinglar ortib o'tirib kelmayapti. Mana bo'ldim, ko'ryapsizmi? Yarim sekunddan ketgani yo'q poluzni hosillarni yig'ishtirib olishimga. Ana endi o'sha hammaga mashhur bo'lgan janob Mr. Beast uchun takoy qilib uy yasashim kerak. Lekin qayerda yasayman, qanaqa narsadan yasayman, menga uni aytgani yo'q janob. Hozir so'rashim kerak janobdan. Yo o'zimdan birorta ideya qurib qo'yaveraymikan, o'ylash kerak o'sha narsalarni. Hozir bu yerdan asbob uskunalarimni olishim kerak birinchi o'rinda, instrumentlarimni qanaqa asbob uskuna bo'lishi uchun qanaqadir detallar bo'lish kerak. Ya'ni metal emas, detal bo'lish kerak. Menda unaqa narsalar yo'q, paka o'shaning uchun asbob uskuna deb qo'ya qolyapman. Mana shu tomondan daraxt olib kelish kerak birinchi o'rinda. Xo'p. Qanaqa daraxtlardan olib borsam bo'ladi? Mana shu daraxtlardan farqi yo'q. Oldim 30 yo'q, qanaqa 29 ta, bitta kam 30 da. Yana olsam bo'laveradi. Xo'sh, bu yerda nimaga qazib ketishgan bilmadim. Balki qanaqadir zarurat bo'lgani uchun qazishgandir. Shu yaqin atrofda shaxta ko'rgandim. O'sha shaxtadan hozir tosh olib kelaman. Mana o'sha shaxta. Ko'mir bor ekan kakrasi. Izlagan vaqtim ko'mir chiqmaydi. Izlamagan vaqtim juda ko'p ko'mir chiqadi. Hayron qolaman qayerdan buncha ko'mir chiqadi. Hozir toshlarni birinchi ko'proq olib olishim kerak. Bo'ldi, tagoy toshlarni ham, daraxtlarni ham yetarlicha oldim. Ana endi qurilish ishlarini boshlashim kerak, lekin qayoqdan qurishni hali o'ylab ko'rganim yo'q. Menimcha o'sha suratga olinayotgan joydan qurishim kerak. Lekin u yerda qanaqa video olishyapti, hayronman. Qanaqadir challenge nimadir videolar oladi-yu o'zi Mr. Beast doim. Menimcha o'shanaqa videolar olyapti hozir ham. Lekin Mr. Beast o'zi qaniki ekan bilmadim. Hozir men ishchilardan so'raymikan, balki biror joyga ketgandir, ya'ni janob merda oldiga ketgandir, balki video olishga ruxsat olmagan bo'lsa, ruxsat olgani ketgandir yoki shunga o'xshash nimadir bo'lgan, xullas. Bekorchi odam emas-ku, menga o'xshab. Xullas ketgan, qanaqadir sabab bor, o'shanga yarasha ketishgan. Короче, men esa o'zimga bo'lgan ishni qilaman. Uyda ham deyarli bitkazib qo'yibman mana. Hozir mobillarga taxtadan devor qo'yib chiqishdan oldin birinchi taydan bir qator tosh qo'yish kerak. Chiroyli bo'lishi uchun-da endi xunuk qilib tashlamaslik kerak. Mana bu eshik qoldirmaganman. Qayerdan kiradi? Derazadan kirmaydik, to'g'rimi? Hozir mana bu yerni bunaqa, mashnaqa yo, nito qo'yib yubordim mana uni. Uni sindirib olish kerak, ikkita eshik qo'yish kerak, chunki Mr. Beast katta odam, sig'ish kerak bemalol. Hozir bu yerlarni nimalar deb tashlayapman. Tez taxta bilan to'ldirib tashlab yuborish kerak. Hammasini. Mana bu yaramiz jitil nimaga birov uy kirib olyapti. Bularga tushuntirish kerak, axir bu Mr. Beast uyi deb turib. U YouTube'da eng ko'p obunachiga ega bo'lgan bratan. O'shanga sizlar ham meni ham YouTube'dagi eng ko'p obunachiga ega bo'lgan bratanga yetib olishim uchun obuna bo'lishinglar kerak. Tamom. Boshqa narsa so'ramayman sizlardan. Faqat obuna bo'linglar, всё. Men bu yerni ham hozir xuddi o'shanaqa qilib, derazali qilib, takoy qilib qo'yaman. Keyin keladi, hayron qoladi. Yo, sen rostdan usta ekansan. Men johaligim bilmaydi. Yigitcha deydi. Guy inglizchada yigitcha nima degan? Boy deganimi yo
man degani erkak degani, boy degani o'g'il bola degani. Voy boy, nima qilib tashlading ukam deydi. Keyin mana esa, "Oh brother, yo brother, it is building Johani nomidan" degan nima degan bilmayman garo. Joha qo'ygan deb tushuntirib aytishga harakat qilaman, lekin o'zbekchaga tushunaman dedi-yu, o'zbekcha aytsam bo'ladi. "O brother, men qo'limni ko'ryapsizmi? Qanday gul" deyman. Lekin brother ruscha so'z. O'zi o'zbekchaga zo'rg'a tushunsa, ruschaga qanday tushunaki? Bilmam, короче, qanday tushunsa o'zi biladi. Hozir men pol toshga aylantirib chiqishim kerak. What the no, normali. Birinchi o'rinda hamma yoqda tep-tekis ochib chiqish kerak. Keyin hamma joyga tep-tekis tosh qo'yib chiqish kerak. Bunaqa qilib chiroyli turadi, ko'ryapsizlarmi? Bunaqa uyda faqat Joha quradi. Boshqa hech kim qura olmaydi, bunga tushuntirib aytish kerak-da. JTlarga aytaman, aytib qo'ylaring, maqtalaring Mr. Beastga va olib ketsin. O'zi bilan youtuberlikka birga ishga oladimi, nimadir qilsin deyman. Lekin JTlar menimcha meni maqtamasi kerak. U yomonlab o'tiradi, naborot. Ularga tushuntirib aytishim kerak, yaxshiliklar meni, zo'r deylar, gap yo'q deylar deb aytaman. Agar yomonlayotgan bo'lsa ko'radi mendan JTlar. Hammasini adabini berib, takoy bitta mush tushirib chiqaman, keyin ko'radigan kunni. O'shaning uchun men asabimga o'ynamaslik kerak. Asabim chatoq, sizlar ham asabga o'ynamay, kanalga obuna bo'lib, videolarni to'liq oxirigacha ko'ringlar. Chunki qiziqarli joylari может oxirida bo'lishi mumkin. Sizlar yarmigacha ko'rib kelgan joylaringda tugab qolishi mumkin, misol uchun. Tugamay qolgan bo'lishi mumkin. Xo'p, menga o'yna kerak. Hozir o'yna olib kelaman, qayerdandir borib topib kelish kerak, lekin uyimda bor edi, men 32 ta bor ekan, o'shani olib keldim hozir. Aytgancha buni bittalik qilib chiqish kerak, ya'ni bu blokni bo'sh holatida qo'yib bo'lmaydi. Hozir hammasini shundoq mana bu mana bunaqa qilish kerak ekan. Hammasini aylantirib yuboramiz yarimtalik derazaga. Mana bunaqa bo'lsa, ko'ryapsizlarmi, kam ketadi. Ya'ni ekonom bo'ladi. Agar undaydan qo'yayotgan bo'lsam, juda ko'p. 32 tani ko'ryapsizlarmi, 50 ta yaqin bo'lib ketdi. Bu juda ham zo'r degan. Men yerga bitta ortiqcha jalqa ketib qoldi. Men yerga kelib qolgandim. Tak, bo'ldi. Все, hamma yoqqa qo'yib bo'ldim. Hozir bir eshik kerak. Endi eshikni ham menimcha yasasam bo'ladi. Shu yerdagi bloklardan bemalol 3 ta yasadim. Bitta ortiqcha, bittani nima qilaman? Pishirmayman bittani. Nimadir qilish kerak. O'ylab ko'raman hozir nimadir qilishdi. Pashti tayyor, yarim tayyor holatga keldi. Hozir ichiga sandiq deganday narsalarni qo'yib, bekerak narsalarni ham shu yoqqa qo'yib qo'ysam bo'ladi. Mana bu yerda kerak emas narsalar ko'p. Qurilish mollari desak, qurilish qo'ylarimi, qurilishda narsalar xullas biz kerak emas endi. Ya'ni menga kerak emas. Janob Mr. Beast menimcha kelgan bo'lsa kerak. Yo'q-ku. Hozir mana bu yerdagi narsalarni olib tashlaydi-da. Chunki hozir qurilishda ular baribir qilmaydi, to'g'rimi? Qanaqa qurilishda video olmaydi baribir. O'shaning uchun hozir sahnasini olib tashlayman. Bratanlar olyapman, lekin ishil menga tegmaysizlarmi? Va brother, bemalol olaver. Sizlar ham tushunasizlarmi o'zbek tilini? Ha, bizlar ham tushunamiz, brother. Biz qayoqqa borasan? Biz qayergadir borib, bizni olib borib qo'y, uyni ichiga kiritib qo'ysanmi bilmadik. Yo'q, sizlar ko'chada turinglar, uy hali tayyor bo'lgani yo'q. Ha, rahmat, brother. Mayli, uyning ichida kontent olishadi bular endi. Uyning ichiga mana shu narsalarni o'rnatib beraman birdaniga. Lekin ingliz tilini o'zbek tilini chochib yuborishar ekan, brother deb. Brother degan uka degan, aka degani, bro degan uka degani. Lekin ular meni aka deyapti. Lekin men yoshim ularda kichkina. Mayli. Ular ustidan kulmaslik kerak. Chunki ular bilishmayapti-da men ulardan kichkina ekanligimni. Unda ham testlar bitta urib ikkitasini titib tashlayapman. Okey, yetarmikan mana shu yerga. Pashti yetdi. Ikkita yetmay qoldi. Ama bu yerda bitta ortiqcha qo'yib o'rgan ekanman, qaranglar. O'shani shunday qo'yib o'ramiz, bitta yetmay qoldi endi. Bittani bilmayman, qayerdandir qarz ko'p kelamam yo'q. Farqi yo'q menga. Bu yerda yortiq ishlar qo'yamiz, ular baribir yorug' joyda video olish kerak, to'g'rimi? Bo'ldi. Mana bu kamerasini hozir mana yerga bitta qo'yamiz. Bu yerga bitta o'zi to'g'rilab oladi o'zlari. Qayerga qaratib qo'yishni o'zlari biladi. Hozir men janob Mr. Beastni topishim kerak. Menimcha janob Mer yonida bo'lsa kerak, chunki janob Mer bilan qanaqadir shartnomalar baribir imzolaydik, to'g'rimi? Yo shartnoma imzolamasdan turib ham video olaveradimi? Katta xolasini qishlog'imi shartnoma imzolamasdan video oladigan. Hozir janob Mr. Beast qayoqda? Mr. Beast janoblar balki kelgandir uyini ko'rishga, balki yo kelmagandir. Mana qaralaring. Mana ekan. Assalomu alaykum bratan. Yo, brother, nima ish qilib qo'yding? Hamma yoqni sozlab qo'yibsan-ku, takoy qilib. Takoy qildim, yoqdimi sizga? Takoy, вообще takoy chiqibdi, brother.
Aha, bildim, ko'ryapsizmi? Ustasi qo'li gul ustaman. Tushunali brother. Sen endi menga daryo bo'yida dam olish joy qilib ber. O'sha yerda birga ikkalamiz dam olamiz brother. Bo'ldi, ham yo'q. Всё, normal, hammasi chotki bo'ladi. Qilib tashlayman, brother. Nima sen katta xolaymanmi urasan? $1000 beryapsiz bitta uy qurganimga. Brother. Aha, yaxshi, $1000. $1000 ga men yangi telefon olsam bo'ladi yoki yangi kompyuter terdirsam bo'ladi atak. Lekin mashina olishga $1000 вообще yetmaydi. $1000 kam pulda $1000. Men hozir dengiz daryo bo'yida dedi-ya, daryo bo'yiga borish uchun men narsa zakaz qilib qo'yganim kelgan bo'lsa kerak. Ha, bratan, narsalar olib keldingizmi? Olib kelganman, yo'q, olib ketishim mumkin bemalol. Aha, mayli, sizga kattakon rahmat. Hozir podpiska qilib berishim kerak, ya'ni imzo qo'yib berishim kerak, to'g'rimi? Yo'q, imzo majburiyki emas, agar o'zing xohlasang qilib ber. O'zim xohlayman kanishni. Yozilgan ekan ismim. Bo'ldi, yana bitta yozib qo'y undayizdan. Bu bittasini o'zi yetmaymi? Yozib qo'yaver, senga nima? Bo'ldi, mana bratan, olib qo'yishingiz mumkin bemalol. Men esa ketdim, bratan. Ana endi borib dengiz bo'yida takoy bitta joy qilaman. Xo'sh, nima qilish kerak edi? Mana bu narsani hozir qayergadir qo'yish kerak. Ya'ni qayerga qo'ysam bo'ladi? Qayerga qo'ysam bo'ladi? Takoy qilish kerak hammasini. Mana shu yerda menimcha chiroyli turadi. Chiroyli bo'lish kerak shu yerda. Xo'p, mana tak zo'r bo'ldi. Buni esa qayerga qo'ysam bo'ladi? Buni mana shunaqasiga qo'ysam bemalol yotib dam olsa bo'lar ekan. Buni yoniga qo'yib qo'yaman. Mana bloklar hozir keragi yo'q menga. Mana aka, ikkalamiz dedi-yu, ikkalamiz dam olamiz dedi. O'shanga 2 kishilik qilib qo'yibman. Men bunaqa, tushunmadim. Ikkita qo'yganimmi men bundan? Bittasini ovordim-mi? O'gam yo'q. Qayoqqa ketdi? Tushunmadim. Yo'qolib qoldik. Menimcha nimadir bug bo'ldimi, nimadir bo'lib qoldi. Mayli, mana bu yerda turgan bo'lsa kerak. Yo'q, baribir ko'rinmayapti. Bilmayman, nimadir bug bo'ldi shekilli, yo'qolib qoldi. Hozir mana bu kreslochalar qo'yib, o'rtaga bitta stolchani qo'yib qo'yamiz. Takoy qilib, bemalol ustiga narsalar qo'yib, yeb ichib o'tirsa bo'la berdi. Gulxan, mana bu soyabon nima kerak? Mana bu yerga qo'yib qo'yamiz soyabonni ham. Salqin bo'lib turadi. Mana manaki takoy bo'ldi. Вообще chiroyli turdi menimcha. Endi mana bu ikkita yotibroq, yotib emas, yotibroq dam oladigan narsalar. Yana bitta soyabon bor ekan. Buni masha qo'yib qo'yamiz mana. O'ta go'zal bo'ldi menimcha. Ikkinchi soyabonni esa mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Soyabon deb ham yotadigan narsa, nomini bilmayman-da, o'shanga soyabon deb yubordim adashib. Mana blok top tashlaylik, bizga hozircha ortiqcha bu blok. Menimcha juda ham chiroyli chiqdi. Endi janob Mr. Beast aytib kelaman va biz dam olishni boshlavoramiz, onasini emsin.